İpar Puraqlıq qəbrə. Abduri Mədinə Nur Muhammed. Birinci qism. İpar Puraqlıq qəbrə. Qışның qahratan soğuqları candan ötətdi. Bütkül ətrafını qarangılıq qaplagan bo'lib, hamma kişilar o'zlarining turmush halakchiligi bilan aldirash edi. Ba'zilar soatlarga qarg'incha qadamlarini tez-tez ilib, tuyuqsizla tiyilib, yiqilib tushsa, yana ba'zilar qadamlarini asta olgancha ehtiyot bilan qor manzarasini tomosha qilgach ketib boradi. Qishning sovuq oqshomlarida atrofdan kelayotgan sovuq shamolda Berna ismli umoq bir qiz kresloda tugilguncha o'ltiradi. Texi necha kun ilgari uning kayfiyatim shundoq yaxshi edi. Texi qaysi kuni opisi bozordan elib bergan yangi kiyimlarni kiyib sahrodagi cho'ng onasining uyiga borgan edi. Biroq kim o'ylab baqsin, bugungi kutilmagan hodisa Bernani, shundoqla ularning oilasidagi hammalarni biroqla parishon qilgan edi. Berna yuz bergan ishlarni boshdan oxir o'ylashga boshladi. Apa, Berna bilan o'ynab kiraylik-chu. Qizim, so'g'aqda nima basilarga? Mashinaning yonida o'ltirib televizor ko'ringlar. Roziya bilan Bernaning tumshuqlarini ushlab, o'ziga qarab turganini ko'rgan Dilbar qizining ko'nglini rad qilg'isi kelmay o'ynab kirishga qo'shilgan edi. Roziya, nega boramiz? Bizning mahallaning orqasidagi daryoni bilsan-ku, shu yerga boraylik. Qarda nima qilamiz u yerda? Qaysar akam bilan mening akam bog'u deyman. Avval boramiz, akamdan pul olamiz, ondan do'konga chiqib, uni buni elib uyga kirib ketamiz. Baya degan bo'lsang, men opamdan pul elib olatdim. Ular daryoning bo'yiga yetib keldi. Degandek, Roziyaning aksi Jurat bilan Bernaning aksi Qaysar daryo bo'yida do'stlar bilan qorbovoy yasavotdi. Mana Qizilbekda ikkisi keldi. Qaysar Bernaning beshidagi bökni elib olib, qorbovoyga kiygizib qo'ydi. Atrofdagilarmi yasig'an qorbovoyga qarab kulishguncha qarab turadi. Aka, Jurat aka. Jurat qorbovoyning beshidagi bökni olg'ach ularning yeniga keldi. Bizga pul bera. Jurat qopqini to'rib qo'yg'ach, yanchiqidan 5 yuanni chiqarib Roziyaga berdi. Biz uyga kirib ketaylik. To'xta, Muhammadni og'ish kirib ketinglar. Muhammad, bu yoqqa kela. Sovuqdan yuzlari ko'kirib ketgan Muhammad o'ynaqshig'incha ularning yeniga keldi. "Menga adang bilan kirib ket." Muhammad beshida joyillik qilib yig'lab turgan bo'lsa-mu, keyin gap qilmasdan ularning keynidan mangdi. Ular do'konga kirib, ushaq-tushak yemekliklarni setib olgandan keyin qaytib chiqishdi. "Voy, Roziya qizim-ku siz. Apangiz yaxshimi qizim?" "Voy mo'ma, qanaqa ahvollari?" Roziya yugurib kelib mo'may bilan qizg'in salomlashib ko'rishdi. "Nima degan muzlab ketdi bu qo'llar? Yuring, uyga kirib, birdam isini olib chiqinglar." Roziyami qarshilik ko'rsatmasdan Bernaga ishorat qilgach, mo'mayning uyiga kirishdi. Gerçi oddiy bezalgan uy bo'lsa-mu, shuncha ratlik ham pokiz turadi. "Men ishimni qilib olay, bolalarım." "Ha, bo'ldi, mo'ma." Mo'may chiqib ketgandan keyin Berna sol nazarda Roziyadan so'radi. "Ajib chiroyli mo'ma ekan-a?" "Ha, bek yaxshi mo'may bu. Asli 3 ta bolasi bor edi, hammasi o'lib, oqsodisi qilib o'lib ketdi." "Bu yichu o'lib ketganmi amsa?" "Ha, o'zi yolg'iz turdi ekan-ku tang." Berna tartib qo'ydi.
Muşu aq deydiganiga bək öş boldum. Mening dadammo aq sodası qilib turmaga kirib ketibdi ekan. Dadamning chiroyi oqmi, qarimi yoki qandaq hechnimini bilmayman. Hay Berna, bo'ldi ko'nglingni yerim qilma. Hozirgi dadang o'ygay bo'lsa-mu, shundoq yaxshi-ku. Sizlarga bək amroq ekan. Amroq demsan, u faqat Muhammadga amroq. Chunki Muhammad o'zining bolasi. Biroq akam bilan meni bək o'sh ko'rdi. Akamni qancha qatim turusqa esib qo'yib urganligini bilmaysan. Nima, shundoq ishlarmi bormi texi? Raziya ko'zlarini yo'g'on ochguncha dong etib turibla qoldi. Ha, mening necha qatim urib bo'ldi. Har kun kechda aroq ichib kirgan. Texi menimi urdi. Sizlarning oldinglarda yaxshi muomala qilgandek turgan bilan. Apangchi sizlarni ursa gap qilmamda. Opam Mağamı, okamğamı pek oydab ketmaydi. Muhammed bolsalı boldi. Boldi, ko'nglingni yerim qimig'ina Berna. Balki Muhammed kichik bo'lg'ach amroqdi apangma. Balaga hech qanday atani o'sh bo'lmas. Muhammed qani? Berna Muhammedning yanında yo'qligini ko'rib, oldirab sirtga chiqdi. Berna atrofga qaradi. Muhammed yo'q edi. Muhammed! İki qiz ovozini qo'yib berib, varaqrashga boshladi. Taraf-tarafga berib izladi. Biroq Muhammed ko'rinmaydi. Ular izlamagan hech qanday bir yer, hech qanday bir joy qolmagan edi. Hatto uydagilarmi Muhammedni izlab patparaq bo'lishib ketgan edi. Bernaning opasi qizni to'xtamay tillaydi. Arlab boshlariga lo'qib, allı tovu silib yig'laydi. Muhammedni birer bala o'g'risi o'g'irlab ketdimi ya? Qandoqmi mumkin bo'lsin? Bizning bu chat yezga kelib, kimmi bala o'g'irlab ketdi? Yura, yana bir qatam berib baqali boyaqi mo'mayning uyi tarafga. Men qolganman. Asli mo'mayning uyiga kirmasakmi bo'pti ekan. Raziya yig'ilib etgan ozli qilgan edi. Onungacha mo'maymo g'asalarni aralla tutguncha oldirab kelyotdi. Berna bilan Raziya yugurguncha mo'mayning oldiga keldi. Mo'ma, men bo'ldingiz. Qizim, Muhammadni topdik. Nima? Qayerda? Sizlar bormanglar. Darhol cho'nglarni chaqirib kelinglar. Men bu qeri janimda mangolmadim. Hozir bizning mahalladagi erkaklar sizlarning uyga elib mangdi. Uyinglarda odam bordu, ha bolam? Ha, ba. Mo'ma, biz mangashtiraylik. Berna bilan Raziya to'limi jiddiylashguncha uyiga qarab yugurdi. Biroq o'ylamagan natija o'yli ichidan chiqayotgani yig'izor edi. Berna quloqlariga ishonmagandek qaytib turibla qoldi. Ko'zlaridan taramlab yoshlar qo'yilyotdi. Raziya bo'lsa o'yli ichiga yugurib kirib ketgan edi. Berna so'g'uqda qanchalik turganini bilmaydi. Xulum qo'shinlar boshlariga oq yog'liqni artqincha kirib ketib boradi. Mahalla jamoatlarimo har xil fasohatli gaplarni qilishib kirib ketib boradi. Birozdan keyin Jurat bilan Qaysar o'yli ichidan tangli chiqdi. Oko! Berna ovozini qo'yib Qaysarning yoniga yugurib kelib yig'lamoqchi bo'ldi. Biroq Qaysar Bernani ittirib etdi. Ham Bernaga qo'pollik bilan varqirab ketdi. Jurat Qaysarni ittirib o'yliga kirgizgandan keyin sal chatga tortib elib keldi. Ham uning yoshlarini surtib, "Qandoq bo'lib Muhammad bundoq bo'lib qoldi, Berna? Nim bo'pti? Qandoq bo'lib o'lib ketibdi? Mashina so'qitibdi, shopirlar qechib ketibdi. Mushqata ishlar bo'lsa bilmay nima qildinglar?" Berna texim yig'lashga boshladi. Jurat uni ostola bezlab qo'yib, o'yli ichiga kirib ketdi. Berna esa deb yig'layotdi. Muhammadni mushiyizdagi mozorlikqa qo'ydi.
Uning o'limidan dadisi shundoqla hammaylar qattiq azoblangan edi. Berna mush kundan e'tiboran ota-onasining ko'ziga qattiq sat ko'rinib qolgan edi. Texi ular uyiga kirishi bilanla Muhammadning dadisi Bernani qattiq urib, bezab gaplar bilan tillab ketdi. Bernaning opasi Sajida bo'lsa, hech qanday gapga bir ishga aralashmasdan qarab turdi. Bernaning chayqirab yig'lashlari, yashang'irab turgan ko'zlari bilan opasiga umidlik beqishlarmi, opasining tashdek yurtdan ertanmagan bo'lsa kerak, Sajida faqat qarab turdi. Texi ishkni zardi bilan yepib, o'zining hujur uyiga kirib ketgan edi. Berna tayoq zarbasidan aylanib qoldi. Ko'zlarini tasta ochganda kresloda yetib qolgan edi. Uning ko'z yoshlari muzga aylangan edi. Qo'llari qahirton qishning sovuqlaridan to'nglab ko'kirib ketgan edi. Putlari kuyishib, bir qadam mengishmi bu bechora qizga shu qadar ig'ir kelavatdi. Berna ishkni chekdi. Soğuqda uning ovozi titrab chiqyotdi. Yelinish, shundoqla ovozini qo'yib berib, yig'lashlarmi qilch kar qilmagandek turadi. Opa, ishni ichib yeting opa. Muzlab ketdim, opa. Uy ichidan hech qanday sada anglanmagan edi. Bernaning chidag'uchiligi qolmadi. Tex bayla tayoq zarbasidan yaralangan qo'llarimi so'g'uqda teximi etishayotgan edi. Berna g'ayrat qilib o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Biroq faqat qimirlayolmagan edi. Bir ozdan keyin Qaysarning "Berna qani?" degan ovozi anglishi bilan Berna ovozini qo'yib berib, yig'lamsirg'ancha varqiradi. Aka, men bu yerda, aka. Qaysar Bernaning kresloda ekanligini jazmlashtirgandan keyin "To'xtab tur, ukam, ochiqishni tep bo'lay" deguncha ochiqishni izlashga boshladi. Qirishqandek ochiqishmi yo'q edi. Qaysar ilojsiz uydagi paltini elib chiqib, qulupni cheqishga boshladi. Uninggacha ichkirki uyda o'ltirgan o'gaydada yugurib chiqqancha Yuring, kichik bola bilanmi tang bo'lgan bormi endi? degancha uni uyiga tortib elib mangdi. Tashla qo'lingdagi paltini. Dada degangimi palti ko'taramda? Qaysarning opasi bilan javoblashib yurgisi kelmadi bo'g'ay, qapoqlarini turguncha so'radi. "Bu yerning ochiqish qani?" Sajida ortiq gap qilmasdan yanchuqidagi ochiqishni tashlab berib, yo'ldishini yo'lashtirguncha ichkirki uyga kirib ketdi. Qaysar oldirguncha eshikni ochdi. Ham kresloda tugilguncha titrab o'ltirgan Bernaga qarab, ko'zlariga issiq yosh keldi. "Aka, sen nerede?" Qaysar 3-o'rta maktab oldida to'limi jiddiylashguncha qarab turadi. Biroq qirishqandek Bernaning soyisi ko'rinmaydi. Maktab ichiga kirib, chaqirib chiqmoqchim bo'ldi. Biroq bu maktabning qoidasi bo'yicha bo'lganda maktab ichiga sirtlik odamlarning kirishi cheklanadi. "Nadira?" Bernaning bir sinfda birga o'qiydigan savoddishi, shundaqli yaqin do'sti Nadirani ko'rish bilan Qaysar uni chaqirdi. Nadira Qaysarning jiddiylashib ketgan holatiga qarab, nima bo'lganligini bilmagan bo'lsa-mu, uning nima uchun kelganligini tushunib yetgan edi. Bernani izlab keldingmi? "Ha, hozirning o'zini chaqirib bersangiz bo'pti-ku." "Ha, ma'qul." Nadira yugurguncha maktab ichiga kirib ketdi. Oradan bir qancha minut o'tmayla Bernami sumkasini ko'targuncha maktabdan yugurib chiqdi. Biroq Qaysar burunqidek kulimsirab qarab turmaydi. Chiroydan tashvishlanish, shundaqla jiddiychilik aniq gavdalanib turadi. "Aka, meni og'il keldingmi?" Ha, so'qoqroq bir narsa yemsa. "Yeyma." "Aka, sana bir ish bo'ldimi? Chiroying tatiribli ketibdi-ku." Berna
Qaysar cho'nqur bir nafas elib olgandan keyin qadamlarini tezla to'xtatdi. Ham yeshillik bilan qoplangan bog'ning ichiga qarab mangdi. Barnoma ortiqcha savol so'rab yurmasdan Qaysarning keynidan agishib, chimliqqa kirib o'ltirishdi. Aka, sangzada nim bo'ldi? Barna, asli men bu uydan burilib chiqib ketmoqchi edim. Biroq sizni o'ylab chidab keldim. Biroq yan natijada bu uydan ayrilishga majbur bo'lib qoldim. Nega borsan aka, nim bo'lding? Bizning o'zimizning dadimiz hayotga, opamning dadanglar oq chekib o'lib ketdi deganlar butunlay yolg'onga. Men o'zimizning dadimizni topmoqchi. Nima? Barna o'z dadisining hayotligini anglab, yoki xush bo'lishini, yoki xafa bo'lishini bilmayli qolgan edi. Men sen bilan birga borman aka. Yo'q, siz mushiyada mishat tutturing. Men dadamni topgan hamon sizni yenimizga qaytirib elib ketaman. Bildingizmi? Biroq dadamiz to'y qilib bo'lgan bo'lsa, bizni uyga opamiz uruschi. Bizni shularga o'xshash xorlisichi. Undoq bo'lmaydi, Barna. Qaysar yon tarafiga qarab oldi. Shu tapda uning ko'nglim shu qadar parishon edi. Azar yegan, qalbini ochiq bir hasrat chirmib olgan edi. Barna, uyga qayting singlim. Aka. Qaysar tartib qo'yib, yo'lning bo'yiga chiqdi. Ham mashinadan birini to'sibla, qo'lni planglatib qo'ygancha ketib qoldi. Barna bo'lsa, aksini mush ketgancha yana bir necha yildan keyin uchirtib qilishni o'ylabmi boqmagan edi. Barna eshik oldiga kelganda eshik quluplangan edi. Odatda ochqichni tiqib qo'ydigan o'rinlarga qaradi. Biroq ochqich o'xshashli ko'rinmagan edi. Qo'shninaga berib qo'ydimi ya? Barna shularni o'ylagach, yon qo'shnisining eshigini chekdi. Hada, opam ochqichni sizga berdimi? Yo'q, opangiz doktorxonada, xalq doktorxonasida. Nima, opamga bir ish bo'ldimi? Dadangizning ahvoli toza yaxshi emas. Bizning uyda o'ltirib turing. Uninggacha opangizmi kep qala? Yo'q, bo'ldi. Men doktorxonaga boray. Barna sumkasini qo'shnisining uyiga qo'yib qo'ygandan keyin doktorxonaga qarab yugurdi. Biroq ularning qaysi bilimda ekanligini bilmagachkimi bir oz tamtirab qolgan edi. Barna keyniga burilib qaraganda ilgari bir chet el til kursida birga o'qigan yaqin do'sti Madinani ko'rib, xuddi necha yil ko'rishmagan odamlardek qizg'in ko'rishib ketdi. Bakansiz Barna, bu jahonda men texi chet el til sinfidan chiqib ketib, bizni unutib ketgan o'xshaydi debdiman. Yo'q, adash, kursga boramadim. Yana texi maktabingga necha qatam bordim, sen yo'q ekansan. Nima bo'ldi? Doktorxonaga kelib qopsan-ku. Shu bizning uydagilar mushu doktorxonada ekan. Shu ularni topolmay. Yura, surishtirib baqayli. Barna sestraning aytib bergani bo'yicha yotoqni izlab mangdi. Madinami Barnaning keynidan agishib tanglamangdi. Koridor ichi jimjit edi. Sajida peshonasini tutguncha koridorda o'ltiradi. Barnaning kelishi bilan qapoqlarini turib, chekchayguncha so'radi. Akang degan hormi qini? U odam bo'lmaydigan go'y. Nemishqa akamni tillaysiz? Hab itning balasi. Barna gap qilmasdan beshin tuvan silib yerga qarab turib oldi. Sajida bo'lsa Qaysarni to'xtamay tillab o'ltiradi. Sajida hada, yo'ldishingizni Qaysar og'ritib qo'ymagandu, nimanda Qaysarni tillaversiz. Osh Madina. Tillasam o'g'limni tillayapman. Sizga nima daz ketdi endi? Madina ortiq gap qilmasdan doktorxonadan chiqib ketdi. Barnaning o'gay dadasi jiddiy qutqizish bo'limida jiddiy qutqizilayotgan edi. Barna
opasining qaysarni to'xtamay har xil bezab gaplar bilan tillashlaridan bezor bo'lib darizi yeniga kelib to'xtadi. Biroz vaqtdan keyin daftar ko'tarib kelgan bir qancha soqchini ko'rib ittikli kayniga burilib qaradi. Biz qotil emas. Koridor ichi jimjit edi. Saqchilar bo'lsa Sojidadan yo'ldosh to'g'riliq ba'zi masalalarni aniqlayotdi. Sojida bo'lsa qapoqlarini turguncha og'iz-og'izga tegmay so'zlayotdi. Yo'ldoshim uydan sog'-salomat chiqib ketgan. Oradan 1 soat o'tgandan keyin uning mashina hodisasiga uchraganligini angladim. Berna bularning paranglaridan o'gay dadasining mashina hodisasiga uchraganligini tushundi. Biroq shu topda uning kallasida o'tmagan birdan-bir masala dal Qaysar edi. Chunki opasining Qaysarni tillab ketishlari Bernaga boshqacha bilinmayotdi. Acaba akam rostila dadamga pichoq tiqib o'tganmidi? Yo'q. Nimalarni o'ylab ketding Berna? Akam undaq azqiballardan emas-ku. Sojidaning qo'pol ham jarangliq ovozidan Bernaning xayollari bo'linib ketdi. Doktorning jiddiy bo'limdan chiqishi bilan Berna opasining kendidan agishib yotoq ichiga kirib ketdi. Doktor, yo'ldoshim qandig'araq, xatarlik bosqichdan o'tib ketdimi? Dishingizning ahvoli intayin nachar. Xatarlik bosqichdan o'tib ketdi. Biroq nima biroq? Endi o'simlik odam bo'lib qolish mumkin. Berna o'simlik odam deb anglamag'achqimi, bu gapni azaldan anglamag'ach qiziqarliq bilinib ketdimi yoki o'zim bilmayla kulib tashladi. Ochiqdan yerilib ketayli deb qolgan Sojida Bernaning o'ng qochitiga birini solg'aydi. Bernaga bu qitim bu qochot shunchalik og'ir kelgan edi. U yuzlarini silg'incha koridorga chiqib bir hazo yig'ladi. Opasining urg'anlik uchun yig'layotamdi yoki Qaysarning ketib qolganlik uchunmi yoki nima sababdan yig'layotdi, buni o'zim bilmaydi. Oradan xeyli uzun vaqt o'tib ketdi. Sojida bo'lsa texichi yotoq ichidan chiqmagan edi. Birozdan keyin Roziyaning opasi Dilbar hada shundoqla o'g'li Jur'at doktorxona ichiga yetib kelishdi. Kichik opa, Berna Dilbarni ko'rib yugurib kelguncha Dilbarni ching'ida quchoqlab oldi. Dilbar Bernaning beshini siylag'incha ko'z yoshlarini surtdi. Yig'lama qizim, dadangiz yaxshi bo'lib ketdi. Undoq dadaga, undoq anaga bek o'sh bo'ldim. Bo'ldi, ular biroqla o'lib ketsin. Bundoq deyman qizim. Dilbarning ko'zlariga issiq yosh to'ldi. Jur'atmi yoshlarini bilindirmay surtibdi. Uninggacha Sojida yotoq ichidan chiqib keldi-da, Bernaga homiyib qarab qo'yg'ach, Dilbar bilan yuz yiqib ko'rishdi. Voy, sen nimaga g'az ichib ketding endi? Bo'ldi qila Sojida. Senmi bir sarankansan. Yuring qizim. Dilbar Bernaning bileklarini tasta ajirtib, uni yotoq ichiga elib mangdi. Berna ularning keyindan agishib, yotoq ichiga kirishdi. Ahvoli qanig'araq. Men doktorxonaga kelguncha bekli hayol bo'lib qoldim. Ahvoli nachar hada. Doktor o'simlik odam bo'lib qolishi mumkin deydi. Uyni mush odam uy qilib kelayotgan. Amal yo'q. Qanday qilamiz endi? Bekchiq o'ylab ketma. Atdigan sog'-salomat chiqib ketgan edi. 1 soat o'tmay turib bu xabar yetib keldi. Ajal degan shu Sojida. U texi o'shiga kelmabdi-ku. Texi mo'jiz bo'lib saqib ketamdi degina. Hammani qilgan Qaysar degan harmugoy xap uygimi kep qola. Berna opasiga yana bir qitim o'chmanlik nazari bilan qaradi. Uninggacha Jur'at tezlik gapni bo'lib tashladi.
Sajida opa, Qaysar sening o'zingning o'g'lig'i? Bu odam mashinasiga uchirsa, Qaysar bilan nima aloqasi bor? Atiganda hujra uydan xeyli uzunda chiqdi. Qarasam yotoq uyimdagi zibuzunatlar yo'q turdi. Dadasi musha ochiqida Qaysarning maktabiga mangan edi. Yo'lda qatnash vaqasiga uchrabdi. Sajida ig'ir o'q tortdi. Vah, o'g'il baldek ish qilibdi. Asli mushundaq askadamni mushunda boplish kerak edi burunla. Jurat shundoq deguncha qoqoqlab kulib ketdi. Dilbar qo'shumimizni turguncha Juratga chiqib ket degandek ko'z ishorasi qildi. Sajida qapoqlarini turib bir oz turib ketgandan keyin Dilbarning qizirib ketganiga qarab gap qilmasdan uh tortib qo'ydi. Menga Allohning bergan jazosi bo'ldi bu ish kushim. Kichik Muhammadni o'ldirdi. Bularning cho'ngi dadasining beshiga chiqdi. Nas bosgan shumla. Berna bu gapni anglab turgan joyida qaytibla qoldi. Opisining bu gapi uning butkul jon jahldan o'tib ketgan edi. Qishning sovuqlarimi uning qalbini buncha muzlatmas edi. Roziya Bernaning ko'zidan ixtiyorsiz eqib ketgan ikki tomchi yeshini surtdi. Uning belikidan tortib yotoqdan chiqib ketdi. Shu topda Bernaning ko'z oldi qorong'ulashdi. Qalbi qattiq azar yedi. Levini chingida tishildi, biroq opisining degan gaplari uni shuncha azoblayotdi. U faqat bir jumla so'zni oralla deyalaydi. Biz qotil emas. Degendala Sajidaning yo'tilashlaridan Berna cho'chib uyg'onib ketdi. Ham yugurib opisining hujra uyiga kirdi. Qarab tursan-ku, ola ani. Berna saskangandek bo'lsa-mo, amal yo'q edi. Mana dadasining doktorxonadan chiqqaniga bir oydan oshgan bo'lsa-mo, bu Bernaning har kun ilojsiz qildigan ishlari edi. Opisi televizorni ko'rib sofoda yo'linib yotgani bilan bechora Berna tugilguncha kirlarni yuvib tomoq etadi. Uylarni yig'ishtiradi. Yantehi ozroq xatolik o'tkazib qo'ysa, opisidan yetkichi til anglaydi. Opa, men maktabga mangdim. Tutama gulni. Nima qilaman, opa? Nima qilatdingiz, satsiz qizim? Uyni akangiz tip baxmaydi, biz mushundaq gul setib baxmisak. Men maktabga qanday qilaman? Osh, gapni yo'rg'ilatmay, chiqa uydan. Agar bugun kechgacha to'liq setib olamay turib, uyga kelguchi bo'lma. Berna nim deyishni bilolmay qoldi. Sajida Bernaning mo'risidagi so'mkasini ilib, yerga tashlab o'tgandan keyin uni chiqarib o'tdi. Bernaning ko'z chanoqlariga liqqida yosh to'lgan edi. U isadab yig'ilgancha gulni ko'tarib bozorga keldi. Biroq kishilar bu oddiy gul sotquchi qizga ko'zning quyruqida qarab qo'yatdi. Lekin birari kelib, biror tal gulni olmaydi. Berna shuncha jiddiylashdi. Har bir qitim yig'ilganda akisini esiga oladi. Akisining o'zini mushundaqla tashlab qo'yib ketgani uchun akisidan qattiq ranjiganmi bo'ladi. Voy, Berna bu. Yaxshi turdingmi? Maktabga bormadingmi? Ha. Maktabga bormag'ili 4 kundan oshdi. Sizlarchu birga kelib qopsizlar-ku. Biz shu kursga mengayotgan. Arini bir oz sukut qopladi. Mushunchalar ko'p gulni qanday setib ola olaysan? Amal yo'q. Men satmasam kim sotadi? Hay Nadira, ansar qani. Madina sol nazarda Nadiraga qaradi. Men nadim bilay. Akila gulning hammani. Nima qilasan? Bernaning savoli javobsiz qoldi. Madina Bernaning qo'lidagi gullarni ehtiyot bilan olgandan keyin javob berdi.
Bizning chet el tili kursimizga yangidan kirgan bir boyvachcha bor degana, shuni zo'lab sotdimiz. Unda qilsang qanday bo'ladi? Berna o'ng'aysizlangandek yerga qarab oldi. Bo'ldi, adash tushdan keyin bizning sinfga kirgina. Biz ingliz tili sinfida. Hey! Adash darsga kechikib qoladigan bo'ldik. Hey, to'xtag'ina. Berna ilojsiz tumshuqini ushlab qo'yguncha atrofga qaradi. Xalq maydoni tarafda edi. Bir dam o'ltirib qaytaychi. 3-qism. Berna bo'sh o'rindan birga kelib o'ltirdi-da, salqin havodan qong'uchi nafas oldi. Berna, tuta pulingni. Rostmi? Rostli mening pulimmi? Berna hayron bo'lib do'stlariga qaradi. Albatta, sinfimizga Ansar ismli kalvani toza qo'ydik degina. Shuni demamsa, doim oldimizga yo'g'on gap qilib qoladigan bechoraning dimi ichiga tushib ketdi. Do'stlarining sho'xligiga qarab, kulgisi kelgan Berna pisingida kulib qo'ydi. Adash, endi maktabga berib o'qisangmi bo'ladi? Nadiradan anglasam o'qishingmi bek yaxshi ekan-ku. Shu mening o'quvim bor adash. Biroq bizning oilaning hozirgi ahvolini sen faqat tushunmaysan. Mening o'quvim yo'q. Yana kelib o'quvdek sharoitim yo'q. Berna shundoq degach o'qtartib qo'ydi. Menga qara Berna, maktabda o'qimasangmi mayli, biroq chet el tili o'rganishni to'xtatma. Baribir chet el tili o'rgansam-mu keyin chetga chiqa olmayman. Berna o'qtartib qo'ydi. Albatta, biz bilan chiqadigan bo'lgan-ku. O'qiymanlar desang, Nadiraning dadasi mushu til tarbiyalash markazining mudiri, amalini qila olamiz. Rast, men dadamga deb baqay-a. Berna do'stlarining gaplariga qarab, nima deyishni bilolmay qoldi. Berna endi eg'iz ochay deb turishiga Madina bilan bir kursda o'qiydigan Ansar kelib to'xtadi. "Ey, gullaring qani?" Bizning sinf tarbiyachimizga akirib berdim. Tayinliq sinfimizga qizlarga taqib qilib bergansa? Hammaylar kulishib ketdi. Bugun sen boyvachini toza satlashtirdik-a? Monqog'ni eqitib turib, aron chiqarding gulning pulini. Yomon bo'lsanglar, atim akilinglar. Akanglar unda pixsiqladi emas-ku. Ansar shundoq degach kulib qo'ydi. Mau gapni sen deyding amsa, endi qarab tur. Berna do'stlar bilan paranglashib, kayfiyati bo'lakchil ko'tarilib qoldi. U qo'lidagi 200 yuan pulni ching'ida siqimlig'incha do'stlar bilan xo'shlashib, uyiga qarab mangdi. Har holda bugun bo'lsin vazifani to'liq ijro qila olgan edi. Biroq kutilmagan yana bir hodisaning Bernani saqlab turganligini kimmi o'ylab baqqan bo'lsin deysiz? Kutilmagan ishlar. Qaysar uzun yo'llarni besib, Urumchiga yetib keldi. U mashinadan tushibla bekatdan qaytib chiqdi. Atrof shunchalik ovat, mig'mig' ketib qolgan kishilar yo'l bo'yidagi uzilmay o'tayotgan mashinalarga qarab biroz xiyolga cho'kib qoldi. Avval yotoqdan birini tep urilishaylichu, kim bir gap bo'la. Qaysar shularni o'ylagach, yaqin atrofdagi yotoqqa qarab mangdi. Yotoq ichi pokiz, ham ratlik saramjonlashtirilgan edi. Qaysar ko'zlarini o'g'lig'incha karvatga tashlanib, xeli uzun uxildi. Oradan yotoq eshigining chekilishi bilan u ko'zlarini o'g'lig'incha berib eshikni ochdi. Eshik oldida 19-20 yoshlar chammasdagi bir qancha bolalar turardi. Ular Qaysarni ko'rib, bir oz ajablangandek boshlarini so'zib, yotoq ichiga qarab qo'yishdi. Qaysar sol nazarda ularga qaradi. Bu yotoqdagi Abbos ismli bir balla bor edi. Men texi bayili kirdim. Undaq ko'chib ketibdi-da. Bo'ldi, seni avar qildik og'ayna, ha?
Ha, yo'qay. Qaysar ishni yepib, kirib ketayli deb turishiga, ular uni yana gapga selishga boshladi. O'zingmi yolg'iz turdigansan-ku, yura aylanib kirmamdi. Nima? Qaysar hechnim anqiranmagan holda ularning usti beshiga qarab qo'ydi. Ya bunda desa xato tushunma. Biz mana yandagi yotoqni olgan degina. Senmi yolg'iz turdikansa, zerikibmi qolsaqcha? Ha, men chopinimni chiqib olay. Qaysar yotoq ichiga kirib, chopinni kiyib olgandan keyin mangayli deguncha ularning keyindan agishib, sirtqa qarab mangdi. Qishning sovuq shamli yuziga urilib turardi. Qaysar arlab yenniki balalarga qarab qo'yardi. Ular bo'lsa har xil qiziq paranglarni qilishguncha ketib borardi. Birozdan keyin ular bir oshxonaning oldiga kelib to'xtadi. Ular bir qancha xil tomoqni buyurtgandan keyin o'zaro parangga tushdi. Aradan biri o'zini tunishtirishga boshladi. Mening ismim Renat, bu og'inamning ismi Dilyar. Odatda Dilyar Tonkay deyishibmi qo'yamiz. Seningchi og'ina? Ha, mening ismim Qaysar. Ha, munda degan, Urumchiga nima kelding? Qarsam o'quvchilik qilsa. Qaysar o'zi tushunmaydigan bu bolalarga ortiq gap qilg'is kelmadi bo'g'ay. Beshin chayqab qo'yib, shundoq deguncha ortiq gap qilmadi. Bugungi kechlik tomoq mushundoqla oxirlashdi. Ular birdam aylangandan keyin yotoqqa kirib ketishdi. At sahardla Renat bilan Dilyar Qaysarning yotiqi yoniga kelib, eshikni chekishga boshladi. Qaysar ko'zini o'g'lig'incha eshikni ochdi. Nemishqidir Renat bilan Dilyarning chiroyidan bir xil jiddiylik bilinib turibdi. Nima bo'ldingmi? Ha, eshitma, sen bilan ko'rishib chiqaylik debchi. Ular shundoq degancha yotoq ichiga kirib ketdi. Qaysarmi ortiq gap qilmasdan yotoqning eshigini yopguncha ularning keynidan agishib, qo'ldagi tizginak bilan televizorni o'chirib etdi. Akşam televizorni qo'yib-qo'yibmi uxlab qolibdi. Ha, adash, biz bugun turponga maqmoqchidik. Sen bu yotoqda yana qancha kun tursan? Menmi bilmayman. Bugun yoki atlardan chiqib ketishim mumkin. Ha, seni avar qilgan bo'ldi adash. Ma Abbas degan bolaning nas keraklarida. Meningcha u atiya o'gillardan bizni izlab kelib qoldi. Shunsa ig'ir ko'rmay uning topshirib bersang optika. Ha, chataq yo'q-ku. Lekin u kammischi. O bugun kechdi keldi. Biz berib mangayli desak turpanni mo'yimishimiz chiqib qoldi degina. Shunga seni avar qilgan bo'ldik. Qaysar ularning omonatini qo'lga olgandan keyin ularni uzitib qo'yib yotoqqa qaytib kirdi. Lekin ko'ngli qandoqdir bir xil shumliqni sezgandek bo'ldi. Agar bu sumkadagi Abbas ismlining narsa keraklari bo'lmasdan oqib qolsa-chi? Ya, undan bo'lmas. Bak sezgirlashib ketdimmi qanda? Qaysar shularni o'ylab xeyli uzungacha bearam bo'ldi. Ichini echibla qarab boqqisi keldi. Biroq yana jur'at qilolmaydi. Qaysar shundoq ishkilnish ichida xeyli uzun o'ltirdi. Ular tex tunigilla Abbas mush yotoqda edi davatdi. Abbas bu yotoqda bo'lsa uning nas keraklari bu ikkisini nima qildi? Tex tuniga meni mehmon qildi. Yana kelib mening bu yotoqda yolg'iz kirib ketganimni ular bilibdi. To'xta, mush cho'qim bir gap bormi? Mayli qandoqli bo'lmasin bir ichib boqay. Qaysar noyiti tasda sumkani ichishga boshladi. Darvaqa sumka ichida kiyim-kechaklar bor edi. U teximi ichkirlab qarashga boshladi. Tuyuqsiz qo'liga urilgan bir nechta dal yumshoq narsa uningga sezim paydo qildi. Qaysar ehtiyot bilan qo'liga ilib bu narsaning rostilla oq ekanligini jazmlashtirgan edi. U mushu chaqqa qadar oq chekib boqmagan bo'lsa-mu, yoki oqni bir haqiqatim o'z ko'zi bilan ko'rib boqmagan bo'lsa-mu, doim televizorlardan ko'rib turardi. Qaysar bir oz cho'chigandekmi bo'ldi.
Biroq yana yengil nafas oldi. Ham somkini ko'tiribla sirtqa chiqmoqchi bo'ldi. Biroq yana qo'rqgan edi. O narsa keraklarni somka qaytadan selib, saqchiga telefon qilmoqchi bo'lib, sirtqa qarab mangdi. Yotoqning birinchi qavatida ommaviy telefon turardi. U shu hamon saqchiga ma'lum qilib, yotoq ichida oq tepib olganligini degandan keyin telefonni qo'yib etdi. U to'nglatqidan bir qancha botilka sovuq ichimlik setib olgandan keyin yotoqqa qarab mangdi. U tuyuqsizla yotoqining ishigining ochiq turganligini ko'rib, cho'chib ketdi. Apla makallani ishikni quluplamay tushib ketibmi emasmi? Qaysar shundoq degach yotoq ichiga kirib, somkani qo'liga ilib turishiga bir qancha saqchi yotoq ichiga kirib kelishdi. Siz delo ma'lum qilganmi? Shundoq. Qaysar bo'lgan ishlarni bir qur so'zlagach, somkani saqchilarga sundi. Biroq o'ylabmi boqmagan bir ishdan biri yuz berdi. Somka ichidagi oq yo'q turadi. Saqchilar Qaysarning tushundirishiga qaramay, uni saqchixonaga elib mangdi. Uydan texi yangi ayrilib chiqqan Qaysarning beshiga bu kunlarning kelishini kim o'ylab baqqan bo'lsin deysiz? Hey aka. Qayerlarda yurayotgansan? Ketganingga necha oy bo'ldi? Texi mushu chaqqa qadar sendan hech bir xabar yo'q. Berna shularni o'ylagach, mahalla ichiga kirib keldi. Mahalla ichida tamaki chekishib o'ltirgan bir qancha lukchak Bernaning usti beshiga qarab qo'ygach, Bernaning yo'lini to'sishga boshladi. Ho, paqpa, nemdiga omaq qiz bu? O'ta bu yoqqa. Bu lukchak chiroy yigitlar oldi keyniga qarab qo'ygach, Bernaning qo'ldagi oltin halqasi bilan qo'ldagi 200 yuan pulni tortib, elib qochdi. Berna yig'ilgancha ularning keynidan qo'g'lashga boshladi. Biroq Berna o'zidan 7-8 yosh cho'ng keldigan bu bolalar qandoqmi yetisha olsin? Bechora qiz yig'ilgancha yo'lning bo'yida o'ltirib qoldi. Endi men kelmagan. Mush ish qoldi. Berna o'z-o'ziga g'o'dirab qo'ydi. Shu topda uyiga qandoq berishni, qandoq qilishni bilolmay besh qaytayotgan edi. Agar 200 yuan pulning yutganligini opisi angloqdakli bo'lsa, Berna hargiz saqlanmaydi. U mahallada qanchalik uzungacha yig'lab o'ltirganligini bilmaydi. Butkul atrofni qorong'ulik qopladi. Berna tortquncha uyiga qarab mangdi. Sajidami Bernani saqlaguncha eshik oldida turadi. U Bernani ko'rish bilan qo'ldagi inchik tayoq bilan uning put qo'liga netchini urib etdi. Mushi chaqchi nima qilding ha? U odam bo'lmaydigan. Berna kekishligincha yerga qarab turib oldi. Sajida Bernaning belikidan tortguncha uyga elib kirdi. Taliga Dilbar hada shundoqla Roziyalarmi o'ltiradi. Sajida qo'shumusni turgach, eshikni zard bilan yopdi-da, yana odati bo'yicha Bernani tillashga boshladi. Qiz bola degan mushi chaqchi ko'chada yuramda, odamni shundoqmi ansiratgan bormi? Kechiring obbo. Berna beshin tuvan solguncha yig'lashga boshladi. U tunji qitim ona mehrdan huzur olgandek ichidan xush bo'lib o'tadi. Garchi u opisining urushlaridan ranjigan bo'lsa-mu, o'zidan ansirayotganligini sezganda bo'lakchila hayajonlanayotgan edi. Gulning pulichi. Sajida shundoq degach qo'lini so'zdi. Aslida hammani to'liq sotgan edim. Biroq yutiryaptingmi? Sajida ko'zlarini yo'g'on ochgancha Bernaga o'miyib qaradi. Berna degancha beshini yerga qilib jimmida o'ltirib oldi.
Agar Dilbar to'sib qo'ymagan bo'lsa, Barna hargizmi saqqanmagan bo'ladi. Taliga u bugun opasining tayiqini yemadi. Lekin Dilbar ketgandan keyin Sajidadan aniqla til anglaydi. Yura Barna, bugun sana yangi olgan kiyimlarimni ko'rsatib qo'yay. Raziya Barnaga sharat qilgach, uni akirib ketdi. Bugun bozorga bormaganmiding? Ha, bu kiyimlarim chiroyliqmi ekan? Raziya olgan kiyimlarini og'zi burniga tegmay maqtashga boshladi. Barna bo'lsa xiyolga patqincha jimmida o'ltiradi. Raziya jeli bo'lguncha tumshug'ini ushlab qo'ydi. Nim bo'lding? Opangmi gap qilmadi-ku ana? Opam meni urib o'ltirib-asimi ko'rim yo'q. Biroq Qaysar akamdan bakla ansirayapman. Nemil qilmay akam ko'z oldimga kelib oldi. Akam ketgili necha oy bo'ldi, biroq xabar yo'q. Akam degan o'g'il bola tursa, nemiga ansiraysan? Qaysar akam dadanglarni tek topamagan o'xshaydi. Menga eng muhimi akam edi. Men dada ona mehriga muhtoj emas. O'ylab baqsam, men mushu chaqqa qadar faqat aka mehriga muhtoj ekanman. Menga dada ham ona bo'lgan odam faqat bir akam edi. Barnaning gapini eshik oldida anglab turgan Sajida bir qismida bo'lib qoldi. Mushchaqcha o'zi kichik deb o'ylagan Barnaning mushinchilik gapni qilolgandan u xijil bo'layotamdi yoki o'zining qiziga ich og'irtayotamdi, ish qilib bir hazo xiyolga petib turib qoldi. Aytisi saharda Sajida Barnani chaqirishga boshladi. Barna soatga qaraganda allaqachon 6 bo'lib bo'lgan edi. Abla, bu chaqqicha noshliq tayyor qilatdim-ku. Barna kiyimlarini tezla almashtirib, oshxona uyiga chiqdi. Tomoq tayyor bo'lib bo'lgan dedi. Appa, balduraroq chaqirib qo'ymabsiz, qarishib beratdim. Tunugungi tomoq eshib qopdi, isrof bo'lmasin dedim. Tomoqni tezroq yeb, maktabingga mang. Barna quloqlariga ishonmagandek opasiga yana bir qitim qaradi. Bu qitim Sajida to'limi astoydillik bilan so'zlab o'tadi. Barna qattiq hayajonlangan edi. Appa, men maktabga bormag'ili necha oy bo'ldi. Muallimga Barna endi o'qimaydi deb degansiz. Men qanday qilaman? Maktabda o'qimasangizmi, chet el tilini yaxshi o'rganing. Keyin to'liqsizning diplomini elib beraman. Demak, sayyohat yetakchisi bo'la oladi ekanman-da. Az gap qilib tomoqingizni tezroq yeng-a. Barna xuddi tush ichida yashayotgandek to'yg'iga kelib qoldi. U tomoqini tezli yedi-da uydan oldirab chiqdi. U kursining darvozasi yoniga kelganda Nadira bilan Madina darvoza oldida turishgan edi. Oppoq qiz, ajab tasdi keldingiz. Meni saqlayotganmi? Mening keladiganligimni qanday bildinglar? Barna hayron bo'lgan holda ularga qaradi. Qanday bilatdiq, axsham Nadiraning dadasini boshlab uyinglarga borgan edik. Cho'nglar xeyli uzun paranglashib opingizni qayil qildi shu. Siz mushu kursni bitirib bo'lguncha sizdan pul olmaydigan bo'ldi. Barna xo'shalliqidan do'stlarga qaytlab rahmat aytdi. Ular o'zaro kulki chaqchaqlarni qilishib, sinf ichiga kirishdi. Sinfdagi ko'ning savodashlar Barnani ko'rib, burunqiga o'xshashlar qizg'in qarshi olgan edi. "Oho, bu ilishkunki gul sotqich qiz shu-ku." Barnani ko'rish bilan Ansarmi uni tanib olgan edi. Endi gulni kursga akilib, sana sotimiz deydi. Ansarmi kulib qo'yib, beshin tatlab qo'yguncha
o'zining o'rnini bekorlab bergandan keyindagi o'ringa kelib joylashdi. Berna yengil tartib qo'ygach, ingliz kitobni qo'liga oldi. Yeni boshlangan hayot. Berna tamga yo'langancha darizdan sirtqa qarab turadi. Jinim aka, sen hozir qayerlarda yuriyotgansan? Shu kuni nima deb kayningdan agishib mangmagandiman. Men nemancha ahmoq. Tezroq qaytib kelsang bo'ladi. Hay, nima qilyapsan? Berna Madinaning kelganini ko'rib, ko'zdagi yoshlarni surtib-da, ig'ir nafas olguncha Eshitma degan so'zni oraliq qila olgan edi. Seni faqat tushunamadim, Berna. Uyingda nima ishlar bo'lib ketib bordi? Eshitma adash. Shu akamni sig'inib. Berna shundoq degach, ko'zlariga liqqida yosh oldi. Bo'ldi, yura maydonga chiqib o'ltiraylik. Kayfiyating ko'tarilib qolsa ajab emas. Berna ortiq gap qilmasdan Madinaning keyindan mangdi. Ular maydonga chiqqanda Ansar bir necha kuchukni suratga tortqincha turadi. Vah, kuchuk. Berna kichik boldek o'ynaqchig'incha Ansarning yeniga yugurib keldi. Bu kuchuk seningmi? Yo'qay, do'stimning. Ha, men de sening o'xshaydi debdiman. Do'stim bayli setibdi-kan, menmi bak amroq bo'lib qoldim desa? Sizmi menga o'xshash kuchuk amroq ekansiz-da? Ha, bak amroq. Agar sening kuchuging bo'lgan bo'lsa, o'nmig'iningga o'nmay, menga berib deb turib olatdim. Ha, siz yoqtirgan bo'lsangizlar, balda sizning kuchugingiz bo'lsin. Vah, rostmi? Berna xo'shallikdan sakrayotdi. Ansarmi kulib qo'yguncha beshini lingshitib qo'ydi. Qara, kichik bolda xush bo'lib ketdingmi? Albatta. Ha, rost do'stimning da'vatatding'i. Ha, uningga o'zim tushuntirib qo'yma. Ha, rost. Mushunda quruq rahmat bilan qutulmoqchiman. Amsi nima qilib beraman? Har kuni bir tal atirgul sovuq qilsizmi? Chataq yo'q. Berna qo'ldagi kuchukka amroqlik bilan qarab qo'ydi. Tushdan keyin ularning darsi yo'q bo'lg'achqimi, Berna kuchukni ko'tirguncha uyga keldi. Biroq uy ichidagi narsa keraklar sirtqa tashlanayotgan edi. Berna uyga kirganda uy ichi qalaymaqan, shundoqlar rassiz edi. Sajida bo'lsa peshonisini tutguncha o'ltiradi. Apa, nim bo'ldingiz? Uyning ijarasi to'shibdi. Uyning egisi narsa keraklarni sirtqa tashlayapti. Nima? Sizmi qo'rqmaydigan odam bor bu jahonda? Sajidaning o'miyib qarishi bilan Berna gapini noit tezlik to'xtatib olgandan keyin ehtiyot bilan yerga chechilib ketgan narsalarni yog'ishtirishga boshladi. Men tushdan keyin uyingizdayman. Sen narsa keraklarni joyiga solg'ashtir. Dadam nima elib ketamdi? Berna sol nazarda opsiq qoldi. Akatmasan qanday qilading? Odamning so'riqi bo'lmasa biraqla. Sajida gapining oxirini yutib-da ichkirki uyga kirib ketdi. Berna narsa keraklarni yog'ishtirg'ach, boyiqi bo'lgan ishlarni biror qor o'ylab chiqdi. Kuchukni o'ylig'iga bog'lab qo'ygan edi. Uf, bu kuchukni qanday qilaman endi? Berna shularni o'ylag'ach, tuyuqsiz qo'li bir narsaga urildi. Qarg'inda yo'g'on cho'nliqdagi albom edi. Albomni ochganda jida shundoqla salopatlik bir 5 yoshlar chammisdagi bir o'g'il bilan 2 yoshlar chammisdagi bir qiz bilan birga tushgan oila surati edi. Bu Qaysar akamg'u. Bu mening kichik vaqtimkanda. Bu o'zimning dadasi o'xshamamdi. Berna rasmga qaytilab qarashga boshladi. U ilgari Qaysar bilan o'zining kichik vaqtlarida tushgan suratlarini ko'rgan. Dadasining bir poch suratini ko'rib boqmagan edi. Sajidaning chiqish bilan Berna rasmni darhol yushirib oldi. "Av, kuchukni sen keldingmi?" "Ha." Berna tirniqini tatlag'incha
yerga qarab oldi. Mushu topda o'zimizga pul topolmay yurayotsam, bu kichikni qandoq baqsan, ha? Bugun kechgacha buni yo'qot, bo'lmaydigan bo'lsa. Sajida ishikni jong'ida yopqincha chiqib ketdi. Tova. Bir tal kichikka nima ketadigandu? Mushumi gap bo'ldi desa? Berna g'o'dirab qo'ygancha o'ylig'i qaradi. Apa, uy tepildimi? Berna texi yengida o'r chiqib turgan taboqni ustal ustiga qo'ygach, opisidan so'radi. Yo'q, uy topolmadim. Qanday qilamiz amsa? Bo'lmasa ata Madinalardan so'rab baqay. Ular tarafda bo'sh uy bormikin? Yo'q, bizning sahradagi uyga chiqib ketdimiz. Nima? Dilbar opam bilan birga turamdiq. Buvang rahmatlik o'lib ketishdan ilgari bog'ning keyindagi 2 og'iz uyni mon qoldirgan edi. Shu uyda turamiz. Berna nima deyishini bilmay jimib qoldi. Nemishqidir uning ko'ngli faqat tortmagan edi. Agar ilgari opisidan bu xabarni anglagan bo'lsa, ehtimol xo'shallikdan sakrab ketishi mumkin edi. Lekin bir xil kuch uni mushu shaharda mushu kursda qilib qilishga zo'rlaydi. Agar biz yezga ko'chib kelsak, men kursda o'qimamdim. Nima? Yana o'qiyman demoqchimansan? Berna nima deyishini bilolmay yengil tortib qo'ydi. Atigan sahar oltila atrofida ular uydagi narsa keraklarni yig'ishtirib, yezdagi yangi uyga qarab yo'lga chiqdi. Bernaning ko'zlariga issiq yosh keladi. Xuddi endi do'stlarini qayta ko'rolmaydigandek, Ansarning xushchaqchaq gaplarini endi qayta anglayolmaydigandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Qaysar saqchixondan chiqibla yengil nafas oldi. Uning saqchixonda tong atqizib yurganiga bir oydan oshgan edi. Taliga uning gunohsizlik oshkorlandi. Biroq Renat bilan Diliyar tek qo'lga tushmagan edi. Ularni Qaysardan o'ch olmaydi deb kesib aytqini bo'lmaydi. Qaysar qo'rsiqining ochqanligini sezib, qadamlarini asta olguncha oshxonaga yetib keldi. Nima yeysiz? Lag'man. Qaysar beshini ko'tirmayla javob berdi. Qaysar bilan Berna dadisining e'tirof qilishiga erishalarmi? Hey, Berna nima kunlarni ko'rayotgansa bichorasinglim. Qaysar bularni o'ylaganda ko'ngli yerim bo'ladi. Lag'manni siz buyurtganmi? Mulozim qizning zil ovozi Qaysarni cho'chitibdi. Qaysar ustaldagi cho'kini elib, tomoqini ishtaha bilan yeyishga boshladi. Hukm. Qaysar beshini ko'tirib qaradi. Bo'ylari egiz kelgan qovun, burtliq bir kishi qarab turardi. U o'rindiqni tortib akelgandan keyin Qaysarning o'dilga kelib o'ltirdi. Qaysarning usti beshiga qarab qo'ydi. Birashbami? Qarsam bu yurtga musofirda qilsa, o'zingmi kichik bola ekansa. Nima demoqchi? Qaysar qopoqlarini turguncha u odamga qaradi. Ahay, bunda ochiqini yomon qilmaydigan. Nima degan to'ngbalasan? Qaysarning hech qanday ifoda bildirmay o'ltirganiga qarab, u kishi: "Qara, bizning bu oshxonaga xizmatchi izlab yuratdik. Ishlamsa." "Nima? Yotoq yo'q desang, yotoq tomoqing bizdan. Uyim bor desang, mayli." Qaysar bir oz o'ylanib qoldi. Yanchiqida bari yo'q 50 yuanli pul qolgan edi.
mushu oshxonada ishlab bo'lsa-mu, dadasini izlamasi bo'lmaydi. Biroq oshxonada ishlayman debla dadasini izlaydigan vaqtning chiqmasligidan ansirab qoldi. Bo'ldi aka, biroq bir gapni sizdan so'rasam bo'ladimi? Qani so'rava. Men Çinxay masjid tarafga bormoqchi edim. Sanjixangiz bilan u yerning orlig'i qanchalik kela? Bakmo yiroq emas-ku. Nim bo'ldi? Meni shu atrofdagi men shu birsin izlamoqchi edim. Mening uyimmo shu atrofda. Kimni izlamoqchi eding, ukam? Qaysar yanchuqidagi bir parcha rasmni ehtiyot bilan oldida oshpazga sundi. Bu odamni izlab nima qilsa? Bu odam bilan parançılığa ishim bor edi, tonamsiz? Bu odam Dönkörekda oila elektr saymonlarini sotadi. Sening nimang bo'ldi? Mening akam bo'ldi. Qaysar nima deyishni bilmay o'diqib qoldi. Lekin hozir bu odam Çinxay masjidida o'ltirmaydi. O yerden ko'chib ketdi. Amsa yangi uyi qayerda? Dönkörük tarafda. Biz xili yaqin do'stlardan. Mendan so'rab to'g'ri qilsa. Qaysar dadasining xabarini olgandan xush bo'lguncha yengil nafas oldi. Meni boshlab ilib bora olasizmi aka? Albatta, yura, mangdu qansa. Ular sirtqa chiqib kichik mashinaning birini to'sdi. Qaysarning dadasining yana qarab mangdi. Qaysarning yuraklari ansiz so'qatdi. Gelig'i bir narsa qoplashib olgandek demiqiga patmay ketib boradi. Ko'z oldiga necha xil ehtimollikni keltirib bo'lgan edi. Shopirning yetib keldik degan so'zi bilan Qaysarning butkul badani jug'g'il qilib qoldi. O mashinadan nihoyat tasti tushdi. Atrofga bir qo'r qarab chiqdi. Biroq kutilmagan qandoq ishlarning borligi Qaysarga toza ayon emas edi. Yura afkam. Qaysar cho'nqur bir nafas olgandan keyin oshpazning keynidan agishib dukkanning ichiga qarab mangdi. Dukkan ichida 50 yoshlar chammisdagi qovul kelgan, qoshlari to'kilib turadigan to'limi salobatlik, chiroyidan kulki ketmaydigan bir kishi turadi. Qaysarning yuraklari ansiz so'qiyotdi. Butun vujudi titrayotdi. Suratdagi tonish chiroy Qaysar ko'rib boqmagan, ammo uning har doim tushlarda hamroh bo'lib turadigan chiroy. Qaysar qadamlarini shuncha asta olguncha dukkan ichiga yetib kirdi. Oho, bizning oshpaz og'inlar kelib qopti-da. Biz kelmasak sen kelmaysa adash. Ular o'zaro qizg'in salomlashdi. Keynidan Qaysar qo'lini uzatish bilan dadis bir oz gangrab qolgandekmi bo'ldi. Ham Qaysar bilanmi ko'rishdi. Qaysarning ko'ziga liqqida yosh to'lgan edi. O'zining ko'z oldidagi odamning dadisi ekanligini o'ylasa, bu xuddi bir tushdekli bilinadi. Ishkonlanimda yotadimdek ko'rsizlar. Qahar, bira adovating bormi yo bu bola bilan? Oshpaz ajablangandek Qaysar bilan dadisiga tikildi. Yoqay, nadikini? Qani o'ltiringlar. Qahar sofa ustidagi narsa keraklarni ustal ustiga qo'ygach, ularni o'ltirishga taklif qildi. Bir narsa ichamsizlar? Ag'ina, boshqalarga sotadigan to'nglarni avval o'zing sinab qilatamsa, qanday? Shunday ag'ina. Tunji sinoqni sendan boshlayman deyman-ku. Qahar kulimsirab qo'yguncha bir necha botilka yeşil choyni ularning oldiga qo'ygandan keyin savol nazarda Qaysarga qaradi. Qaysar bir xil aymangandek dukkan ichiga bir qo'r qarab chiqdi. Acaba dadam to'y qilib bo'lgandi? Nim deb kelgandim Urumchiga. Qaysar
tuyuqsizla o'zining dadisini izlab kelganini bir xil ahmoqonlikdek his qilib qolgan edi. Bu inimizni bugun bizning do'konga qadam tashrif qilibdi. Gap orliqida sen taniydiganligini, seni izlab kelganligini aytdi. Shunga yaningga boshlab elib kelishimidi. Qaharning ko'zlariga issiq yosh to'ldi. U rozimanlik bilan beshini chayqab qo'ygandan keyin chiroyiga kulki yugurdi. Rahmat adash, sen avar qiptimi? Meni rostilla xush qilyapting, ha? Tuzd qilma adash. Dada bola ishkinglar yaxshi paranglashinglar. Men qaytay. Qaysar oshpazning gapidan cho'chib u kishiga qaradi. Hayron qolding, ha? Qolgan gapni qari o'z tushuntirib qo'ysan balam. Men oshxona qaytqash turay. Sen kechdi dadang bilan bizning oshxonaga kelinglar. Bu xush xabarni yaxshi bir tabriklayli. Ma'qul adash. Qahar do'stini uzitib qo'yib kirgandan keyin chiroyiga kulki yugurtguncha Qaysarning yeniga kelib o'ltirdi. Qaysar nima deyishni bilmagan edi. Faqat geliq bir nas qoplashib olgandek jimmida o'ltirdi. O'zini shuncha tutilishga terishsimi, yana ko'z yoshlari uning ixtiyoriga bo'ysunmagan holda eqiyotdi. Qahar eg'ir tortgandan keyin o'g'ilni yeniga tortib beshini selidi. Qaysar tunji qitim dada mehrdan xo'shallik ham baxt his qilyotdi. Lekin qandaqdir bir yerlardan dadisiga bo'lgan nafrat o'tlari lovuldab turadi. Birozdan keyin do'konga kirgan bir necha xaridor bilan Qahar xaridorlarning yeniga ketdi. Lekin Qaysar yiroqdan dadisiga bir xil suyunish ichida qarab o'ltiradi. Barna qandaroq Qahar Qaysarning udulga kelib o'ltirgandan keyin savol nazarda Qaysarga tikildi. Yaxshi, opam ishkinglarning shapoyatida. Qaysar shundoq degach yerga qarab oldi. O'rimchi kagining opang bilamdi balam. Yo'q, balkim ang'andi. Birdamdil cho'pchong bo'lib ketibsa balam. Ilgir 6 yoshda eding. Qaysar dadisining gaplariga nima deb javob berishni bilmay beshini chayqab qo'ydi. Ham ko'zlarini yo'g'on ochgancha dadisiga tikildi. Nimishqa bizni terik yetim qilsiz? Barna ikkimizning o'gay dada qo'lda nima kunlarni ko'rganimizni qancha qitimlab men to'risga esib qo'yib urg'anlarni, qancha qitimlab yuzimga sat gaplar bilan tilg'anligini bilamsiz. Balam, ilgari dadang o'lib ketdi deganda men uncha harkammagan. Faqat taqdirimning kojliqini ranjiga edim. Lekin o'z dadamning hayotligini bilganimda opam ishkinglardan qanchalik nafratlanganligimni tushunamsiz. Avval tushuntirishimni angla. Siz faqat balam meni kechir deyalaysiz. Lekin bizning tortgan ko'rgan kunlarimizga bu bir ig'iz gapingiz malham bo'lolmaydi. Sizlar bu qarzni bu dunyoda hargiz qaytarib bo'lolmaysizlar. Qahar eg'ir bir nafas oldi. Peshonasini tutguncha xeyli uzun o'ltirdi. Endi mening gapimni angla Qaysar. Qaysar beshini ko'targuncha Qaharga tikildi. Asli meningmi Barna ishkinglarni terik yetim qilg'im yo'q. Biroq opang degan jodugar mush ishlarning hammasiga sababchi. Amaliyotda mening bu oilani saqlab qolg'im bor. Sizdan o'zim tarbiyalab chiqishim kerak edi. Amsa nemishqa? Opang ishkimiz to'y qilgan chaqlarda bizning oila iqtisodimiz intayin nachar edi. Biroq uyni har holda yaxshi qamdab ketib boratdim. Keyingi kunlarda opang doim pul to'g'riliq g'alva qilib, oromimni qo'ymadi. Hatto sening 4 yoshga kirgan
Bernaning 1,5 yoshga kirgan yili ishkirlik bir savdogar bilan qechib ketdi. Nima? Opammi? Qaysar quloqlariga ishonmagandek qaytilab so'radi. Shundoq, Berna ishkinlarning holidan o'zim xabar oldim. Oradan 8 oy o'tib, opam qaytib ketdi. Ballarni yetim qilmayli deb, shunda yalvarib yig'lab ketdi. Bo'pti, ballarim uchun deb opamni afv qildim. Biroq biz yarashilib bir haftadan keyin uyga tuyuqsiz soqchilar kelibdi. Nemishqa, nima deb? Ular oqtirish buyrug'ini ko'tarib ketdi-ka. Uyning hamma yerlarini oqtirib, bir chamda oqni qo'lga tushirdi. Mening tushuntirishimga qaramay, men soqchixonga ilib mangdi. Nurg'un gapni qildim. Biroq qonun isbotni ko'z tutqach, hech qanday gapim oqmadi. Oxir ilojsiz holda bu deloni o'z ustimga elishga majbur bo'ldim. Qaysar quloqlariga ishonmayli qolgan edi. Nemishqa undaq qilsiz? O'zingizning gunohsizlikni shu aman deyishingiz kerak edi. Nemishqa shu aman opamni ma'lum qilmaysiz? Agar soqchiga opangning o'yin ekanligini desam, ayol birlashib jinoyat o'tkazdi deb, har ikkimiz turmaga kirib qilishimiz mumkin. Sizlarni o'yladim. Ballarimga opis bo'lsin, qarsin, man qilganlarni ballarga qilmas deb o'yladim. Qahar bir yutum suvni ichgandan keyin so'zini davom qildi. Turmada 8 yil yotdim. Oxir qo'yib berdi. Mush jarayonda opang faqat bir qitimli keldi. Ajirish rasmiyatimni ko'tarib kelibdi. Qo'l qo'ydim. Shu kundan keyin opang yo'qlabmi kelmadi. Turmadan chiqib tonish bilishlardan opangning to'y qilganligini angladim. Yurt faqat tug'im kelmay, Urumchiga qaytib keldim. Do'stlarimdan qarz olib yurib, do'kondan birini ochdim. Mushu do'kon shumi? Shundoq, sizlarni qattiq sig'indim. Yenimga qaytirib akammakchi bo'ldim. Biroq sizlarning nima deb qaraydiganligini bilmaydim. Shu izchil sizlar bilan ko'rishmay, bu sirni oshkorlamay yurdim. Yaqinda Muhammadning o'lib ketganini, uningdan keyin kishilarni bilib, sizlarga qattiq ichim og'irdi. Sizlarni yenimga balduroq qaytirib akammiganim uchun ko'p pushaymon qildim. Qaysar bo'lgan gaplarni anglab, nima deyishni bilmayli qolgan dedi. Meni kechiring. Men sizdan ranjib xato qildim. Opamning bu qadar rezilligini o'ylab boqmagan edim. Balam, hech qanday ota-ona bolasida ranjimaydi. Senmi menda ranjima? Dada. Qaysar ko'zlariga liqqida yosh olgancha dadasini chingida quchoqladi. Qaharmo o'g'lining beshini selg'incha xeli uzungacha o'ltirdi. Yura balam, sen uyga boshlab elib boray. Yo'lda charchab qolding aqchan. Yo'q, men charchamadim dada. Sizni ko'rib hodiqim chiqib qoldi. Amsa sen aylantirib kelay. Qaysar kulimsirgancha dadasining keyindan agishib sirtqa chiqdi. Dada, oshpaz akam meni qanday bildi? Oshpaz akam mening yaqin do'stim. Biz bir yurtliq, shunsin yaxshi taniydi. Yurtlarga borgan chaqda Berna ishkinlan bir qancha qitim ko'rganligini aytgan. Manga faqat chondirmabdi desa. Qahar kulib qo'yguncha Qaysarning dolisiga qachatlab qo'ydi. Qaysar kulimsirguncha dadasining keyindan agishib mashina to'xtatish o'rniga keldi. Uning qalbidagi aloqsizlik mush ish bilanla biroqlik yo'qolgan edi. Biroq Sojidadan bir xil nafratlanadi. Bugun keshdiki yig'ilish bo'lakchilar ko'ngillik oxirlashdi. Qaysarning kayfiyatimi xilli ko'tarilib qolgan edi. Yura balam, endi uyga qaytayli. Nima? Dada, uyingizda kimlar bor? Qahar ortiq gap qilmasdan mashinaning eshigini ochdi-da, Qaysarni chiqay degandek sharatlab qo'ydi. Qaysar ortiq gap qilmasdan mashina eshigini yepib, bexatarlik tasmasini taqdi. Qaysar jimib qolgan edi. Boydan beri dadasidan
o'gay opam bormi deb so'ramoqchi bo'ldi. Biroq jur'at qilolmagan. Nimalarni o'ylatsa? Bernoni u qandoq qilayotgandi? Qahar ortiq gap qilmasdan muzikaning ovozini kuchaytirdi. Qaysar dadasining bu ifodasidan hech nimani anqirolmagan bo'lsa-mu, yanala balkim nima deyishni bilmay qolgandi. Deganlarni o'ylab ortiq savol so'ramadi. Mashina to'lima hayvat bir docha oldida to'xtadi. Qaysar ehtiyot bilan mashinadan tushdi. Ishik qo'ng'irog'ining chekilishi bilan bir qizning kim u degan ovozi Qaysarning butkul vujudini titrtib o'tdi. "Man, Qahar, ishikni ichiga." Uy ichidan 45 yoshlar chammasdagi bir ayol chiqib keldi. Ham Qaysarning usti-beshi qarab qo'ygach, Qaharning qo'lidagi chaponni elib uy ichiga kirib ketdi. "O'ltira bolam. Bahar, bizga choy damlab chiqing." Qaysar shu topda nima deyishni bilmay qolgan edi. Faqat yerga qaraguncha jimmida o'ltiradi. Uninggacha Qahar ustidagi uyga qarab qo'ygach, "U qani" degandek ustingi uyni sharat qilib qo'ydi. Bahar ustingi qavatga chiqib ketdi. "Balam, bu o'zingning uying. Hargiz tortinma, bildingmi?" Qaysar beshini ling'ishtirib qo'yib, stakandagi choydan bir qancha yutum ichdi. Keyindilla tonish ovozdan cho'chib keyniga qaradi. Tonish chiroy, Qaysar nafratlangan bir chiroy uning ko'z oldida tuyuqsiz paydo bo'lgan edi. Qaysar ko'z oldida turgan bu odamni nima qilarini bilmay, qo'ldagi stakanni yerga tashlab etdi. Qahar bilan Baharmi nima bo'lganini bilmay, Qaysarga hayronlik bilan qarab qolgan edi.